BMWchi bormi bu yerda o'zi? Yo'q, mana BMWchi bo'lmasa ham bu mashinaga qarab turishibdi-da. Hozir ko'rsatdim mana bu mashinaga qarashayotganini. Lekin gap yo'q, aka. Nima deysiz bu mashina haqida? Karbon yetishmayapti. Karbon. Nima anaqangiz bor bu mashina haqida? Birinchi kelayotgan xayol. Sport haqida. Просто bomba aka. Kuchli, o'ta kuchli. Ben Toshkentliman. Mana akalar, haqiqiy legenda o'zini родной akrasida 4.8 litrli mashina V10 motor tegidi, ya'ni kapot tegidi. V10 dvigateli yotibdi akalar. Состояние juda ham nok. Hop, salonlarni ko'rsanglar bo'ladi. Inshaalloh bu mashinani proyekt qilamiz. Hozircha hamma narsani aytib o'tirmayman. Bari eski mashinalar qanaqadir o'zini yuragi bo'lganda bitta like bosib qo'yasizlar akalar. Hozir buni bitta ovozini eshitamiz akalar. Formula 1dagi mashinalar hech kam emasda, kamerani berib turgan. 330 ga chiqadi akalar. Haqiqiy maxluq. Biz bu mashinani proyekt qilamiz. Inshaalloh kuzatib turasizlar. Zo'r yengilliklar bo'ladi.